Assalomu alaykum, hurmatli YouTube obunachilarimiz. Mana Xudo xolasa navbatdagi 12 talik komplektlarimiz tayyor bo'ldi. Video obzorimiz boshlashdan oldin kanalga yangi bo'lsanglar obuna bo'linglar. Video obzorimiz yoqsa bittadan like bosish esdan chiqmasin. Kelinglar, narxini sizlardan aytadigan bo'lsam, bitta like bilan kommentariy yozib profilimga a'zo bo'lib qo'yasizlar. Narxiga keladigan bo'lsak, 12 talik hozirda 3,5 million so'mga tayyor bo'ldi. Endi video obzorimizni davom ettiradigan bo'lsak, xonani razmeri eni 1.5 ga, uzuni 2.75. Xon taxta bo'ladimi deganlarga albatta xon taxta bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, yog'ochi, lisva yog'ochdan bo'lgan, ranglari sariq shampan svetda juda chiroyli ishlangan. Oldilariga mana chesterlik qilib tugmalarni qo'yib, yangi attachment materiallarni qo'yib berganmiz. Orqalarini ham mana ko'rib turishingiz mumkin, chiroyli qilib har birini mana shunaqa parda holatiga, pardalarga moslab berganmiz. Endi bu ishimizni butun Andijon bo'ylab dastavkamiz mutlaqo bepul, O'zbekiston bo'ylab hamma joyga kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Arzonroq shopir topib, kim shunaqa mebellar kerak bo'lsa, pastda nomerlar qo'yganmiz, aloqasiz bo'ladi. Hammanglar salomat bo'linglar.